alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bir odam savol berib qoldi. Domla, Qurbon hayitida so'yiladigan qurbonlikni so'ymasdan tirikligicha faqirlarga berib yuborsa, durustmi yoki durust emasmi? Birodar, qurbonlik hayitida so'yiladigan qurbonlik vojib qurbonlik. Agar niyat qilingan qurbonlik vojib bo'ladigan bo'lsa, masalan, Qurbon hayitida boyligi yetarli shaxs uchun uni so'yishlik shart bo'ladi. So'ymasdan tirikligicha hayvonni faqirlarga berish bilan u ibodat ado qilinmaydi. Chunki shariatda qurbonlikning mohiyati hayvonni Allohning roziligi uchun so'yish va uni go'shtini faqirlarga tarqatish edi. Sizni qilingan qurbonligingiz 1 yil mobaynida yetim yesirlar, faqirlar foydalanishini xohlaysizmi? Agar xohlasangiz, hozir fondlar ko'p. Bu fondlarning ichida ajr fondi bor. Ajr fondi qilingan qurbonlik go'shtlarini olib, muzlatgichda saqlab, har oy 50 ta, 60 ta muhtoj, faqir, yetim yesirlarga taqsimlab tarqatiladi. Sizni birgina qilgan qurbonligingiz 1 yil mobaynida ular ta'minlanadilar. Ehson shudur, sadaqa shudur. Qurbonlikning eng afzali mana shudur. Alloh subhanahu va taolo qilingan qurbonliklarni o'z dargohida qabul qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammad. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammad.